4 ta faradan polirovka qilib berdik. 4 ta fara polirovkasi ideal chiqdi. Holati yomon edi. 2 kunlik chaqaloq deydimi? Hali 2 sutka ham bo'lgan yo'q. Mashina kelganiga, Xitoydan kelgan. Kosmetik ishlari уже chiqibdi, mana shu qilishimiz kerak. Manfaatni ozgina tekizib olishganiga boshlab yubordik kosmetik ishlarini. Keyin bitta ischasi bor, chizilib ketgan, bu yoqlarni ham polirovka qilib beramiz. Bunga полный tonirovka brom ishlari bor. Keyinchalik qilinadi, ya'ni nomerlar taqilgandan keyin tonirovkalarni ham uramiz, bromlarni ham qilamiz inshaalloh. Stoykalarda ham chizilib qolgan joyi bor ekan. Bunisini ham kosmetika qilib ideal qilib bitirib beramiz ishlarni. BYD xonimiz kosmetik ishlarini tugatib turib, kapotlarini brom plyonka qilib berdik, farasi bilan birgalikda. Brom plyonka o'zlari bilan olib kelganlar, shuni urib berdik. Bundan tashqari nakitga ham taqib berdik qora alkantara. Navbat Cobalt'imizga полный polirovka bo'ladi. 95% tugadi Captiva'ning ishlari xudo xolisa. Cobalt toptiramiz. Bu tarafimizga yoryapti. Stoyka ham olish kerak, almashtirish kerak 4 ta stoyka. Sidenkalar yuvildi. Ideal bo'ldi, matoy bo'ldi. Xuddi yangidek. Yaltirab ketib, kir bo'lib ketib, o'sha xuniga chiqib ketgandi. Qolgan stenkalar yo'qda, уже tayyor bo'lgan. Kapsula tayyor bo'ldi. Polirovkalari bitib, listlari cho'tki bo'ldi. Tonirovkalari ham Admiral bo'lgan, turgovoy. Stoykalari ham zavod bo'ldi, bitta yorug'i bor edi. Chiqib berdik. Salon finiskalari bo'lgan. Rullar, chuqurlarini bitkazdik. Yana ayrim detalli ishlari bo'lgan. Hozircha shu Vasitini mashinaga tegib olishgan ekan, kirliq qismiga. Shu joyini o'zini polirovka qilib berdik. Eski holatini ololmadik, ustiga qo'ydik. Eng bamper mana shu joyda petnachasi bor, yog'i bor. Mana vasitimizni kurgovoy tonirovka bo'ldi. Orqalari yuztalik. Oldiga sonzashni qilib berdik. Legendamizga kurgovoy tonirovka qilib berdik. Qop-qora bo'lib, cho'tki bo'ldi.